Bugungi videoda Fransiyaning Parij shahrida bir kunda qancha pul sarflaganim haqida aytib bermoqchiman. Styuardessa bo'lganim va Parijga xizmat safari bilan kelganim sababli mehmonxona aviakompaniya tomonidan to'lanadi va nonushta ham kiritilgan. Mehmonxona shahardan markazga uzoqda joylashgani uchun 5 yevroga chipta sotib olib shaharga poyezdda bordik. Birinchi bo'lib Notre-Dame cherkovida aylandik. U yerga kirish bepul ekan. Keyin yo'lda bir ikkita suvenir sotib oldik. Shunaqa 3 ta pozitsiyalik tushlik ichimlik bilan bir odamga 28 yevroga tushdi. Keyin esa metroda 2 yevroga Eyfel minorasiga yetib oldik. Va minoraning tepasiga chiqish uchun 24 yoshgacha bo'lgan chipta uchun 17 yevro to'ladim. Teleskopdan shaharni kuzatish uchun 1 yevro. O'zingizni gazetada chop etish esa 8 yevro turar ekan. Keyin esa Eyfelni yonida bo'lib o'tayotgan festivalga bordik. U yerda men 8 yevroga issiq shokolad, 10 yevroga Harry Potter shirinliklarini sotib oldim. Mehmonxonaga qaytishimizdan oldin shunaqa kechki ovqat 18 yevroga tushdi. Va juda ham charchaganimiz uchun orqaga taksida 16 yevroga qaytdik. Shunday qilib bu go'zal shahardagi kunim o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerda bir kunda qancha sarflaganimni hisoblashga ulgurdingizmi?